Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilar, kanalimga tushibsizlar. Xayrli kun hammaga. Kun xayrli va barakatli uchun hammaga tilayman. Bugun kechki ovqatga mastava yupqa tayyorlamoqchiman. Hozir piyozni qovurishga qo'ydim. Sal sarg'aygandan keyin ovalaman. Ko'katlarni aralashtirib qo'yib, bu yoqda xamirlarni yoyib, yupqaga xamirlarni tayyorlaymiz yoyib. Mana 4 ta xamir olib qo'ydim. Qolganini salafonga o'rab qo'yganman. Hozir unlarni olib yoyamiz. Yoyishga tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir ichkaridagi un olib chiqaman. Piyozni aralashtirib bularni yoyib savatga tashlayveraman. Savatga terib qo'yaman. Nima bu yotaveradi. Dam olib yotaveradi. Hozir 4 tani bitta qilaydi, men 2 tani bitta qilib yoyaman. Biz ko'kat solamiz, anaqa yupqaga saryog'li atala qiladi. O'shanaqa ham bir qilaman. Lekin piyozligini, piyoz ko'katli, piyoz go'shtligini ko'proq qilaman. Piyoz ko'katli, piyoz go'shtli qilamiz. Ko'proq qilaman. Ko'rmadim sizlarga. Oshxonada yoyayotdim, chunki xamir kamgina, yoyib pishiraveraman. Lekin yoyib bo'lgandan keyin pishirmasa ham bo'lmaydi. Avval yoyib, keyin pishiraman, xohlasa. İki tane, 4 tane bitta qilib yoyilsa ham bir pasta bo'ladi. Men 2 tane bitta qilyaptim. Mana shunaqa sal dam olsa ham yaxshi chiqadi endi. Dam oltirmasdan ham pishiraveramiz. Piyoz zo'r bo'lib pishyapti. Suvlari chiqib. Xo'jayinim sahar ketyapti ishga, o'shaning uchun ertalab yeb ketadi deb yupqa ham pishiryaptim. Yupqa.
Qozonda pişirardim. Bu sefer havada pişirib ko'raman, qanaqa chiqarsa. Yaxshilab yasolsam. Bu yasamasdan yoymaydi. Yok. Yok yok. Apa kolum ağrıttı. Piyozimizni qizarib qoldi. Nariyoqqa mastavani qo'yib, bu tarafga piyozni qo'ydim. Hozir bo'ldi уже buni nima qilaman? Qo'yib qo'yaman. Rosa sarg'aygani ham shart emas. Уже o'lib, suvlar chiqib ketdi piyozni. Buni sovutgandan keyin ko'katlarni solaman. Ko'katlarni agar hozir o'zida solsam pishib qoladi. Keyin yupqada pishgan ko'katlarni ta'mi kelib turadi. Bizaga ko'katlarni pishgan ta'mi yoqmaydi. O'shaning uchun svejiy ichiga tushsa yupqani, o'shanisi yoqadi bizaga. Xullas hozir buni olaman, xamir tayyor bo'lgandan keyin mastavani bu yoqqa qo'yib, bu yoqda yupqa pishiraman, chunki nariyoq zo'r yonadi, bu taraf normal yonadi. Normal yonadigan joyga mastavani qo'yib qo'yaman. Pishib yotaveradi ovqatimiz ham. Suyuqqina mastava, qalampirlar bilan, yupqalar bilan ko'k choylarni quyib, chiroyli qilib ichib olamiz. Xudo xolasa yeb, ichib olamiz. Yupqalarni yeb, mastavalarni ichib, bugungi kunimiz shunaqa chiroyli tarzda o'tadi, kanal kuzatuvchilari. Sizlarga aytsam, bugungi kun yaxshi bo'ldi. Yo'l charchog'ida 2 kundan beri uxlab qolyaptim. Charchabman rosa ham. Ishonsanglar, shu og'zim ochilib uxlab qolyaptim. 2 kundan beri qiyin bo'lyapti. Bugun tetikman, xudo xolasa. Charchoqlarimiz chiqdi. Charchoqlarimiz chiqishini nishonlab bugun yengilgina suyuq ovqat yoniga yupqa tayyorlayaptim. Bo'ldi, endi buni o'chirib qo'yaman. Tavani o'zida soviydi yoki boshqa kattaroq idishga solib qo'yaman, erta soviydi.
Keyin qatiqlarni suzib qo'ydim elakchamga. 2 banka qatiq suzib qo'ydim. Shirin bo'lib xolodilnikka solib qo'yaman, turaveradi shirin bo'lib. O'sha suzmamiz уже qatiq suzmaga aylanadi. Suzgandan keyin suzmalar bilan qalampirlarni to'g'rab ichib olamiz mastavani. Xudo xolasa. Mana bugun yupqani narsalarni aralashtirib, ko'katlarni aralashtirib qo'ydim. Endi xamir pishirish jarayoniga o'tamiz endi. Xamir pishirish jarayoniga o'tamiz. Xamirni savatga solib tayyor qo'yaman. Shuni savatga solib tayyor qo'yaman. Ust qilib pishiramiz. Chekkasiga ozgina yog' tomizib yana ustiga pishmagan xamirimizni to'shab, bu qozonda pishirardim doim. Hozir tavada ham bir xil pishirilar ekan. Tavada ham bir xil. Hech anaqasi yo'q. Nimasi? Farqi yo'q. Bir xil pishirilar ekan. Bir xil pishirilar. O'z aslida ko'katlarni surib olsam bo'lardi, endi keyin suraman endi. Bunga sabzi, qiymalar ichiga solsa ham bo'ladi. Xohishga qarab, uyingizda nima bor, o'shanga qarab solaverasiz. Juda shart emas. Shohona qilib nima qilish. Uyingizda bor narsani ishlataverasiz. Tayyor bo'ldi. Hozir yana xamir bor, ularni olaman. Ularni solaman pishirishga.